14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Yurtimiz tarixida alohida o'rin tutadigan muhim sanalardan biridir. Ushbu sana O'zbekiston Respublikasining Milliy armiyasi tashkil etilgan kun sifatida nishonlanadi. Vatan himoyachilari kunining asosiy maqsadi yurt tinchligi va xavfsizligini ta'minlayotgan harbiy xizmatchilarning mashaqqatli mehnatini e'tirof etish, ularning jamiyatdagi nufuzini oshirish hamda yosh avlod qalbida vatanparvarlik, sadoqat va mas'uliyat tuyg'ularini mustahkamlashdan iborat. Mazkur kunning muhim vazifalari qatoriga Qurolli Kuchlarimizning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyatini keng targ'ib etish, harbiy xizmatning sharafli va mas'uliyatli ekanini tushuntirish, yoshlarni vatanga muhabbat, milliy g'urur va fidoyilik ruhida tarbiyalash qiladi. Shuningdek, Vatan himoyachilari kuni orqali harbiy xizmatchilar va ularning oilalariga bo'lgan hurmat va e'tibor yanada kuchaytiriladi. Harbiy sohada erishilayotgan yutuqlar keng jamoatchilikka yetkaziladi. Bu sana yurtimizda tinchlik va barqarorlikni saqlash yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan barcha himoyachilarga chuqur minnatdorlik bildirish, ularni yangi marralar sari ruhlantirishga xizmat qiladi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni nafaqat bayram, balki vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat timsolidir.